Sen jo'ski bo'y ketayotgan paytda oyoq jigar tepsa, u ham jigar tepib qo'yadi, bilasan? Srazi. O'sha ma'noda sizlarga aldab o'rgatyapman. Keyin sen unga qarab bir jigar tepsa, u nima qiladi? U ham jigar tepadi. Keyin sen o'sha beqtim bo'ladi shu payt. O'sha narsa miyasi sen boshqarishni o'rganib betyapman. Hozir pari turganda sen bitta narsa qilasan, u obratga senga xuddi o'sha narsani qaytarib beradi. Misol, bam o'tirsan, bu ham tepadi. Endi bam tepaman, bam o'ziga. Aynan oyog'imni orqaga tortaman. Ko'rasizlar mana. Bam tepaman, hop tortyapman. Hop. Oyoq o'tib ketdi. Bam. Uni tez qilsanglar o'xshaydi, musobaqada zo'r chiqadi. Hop, hop, bam. Ular yoki hop, hop, bam. Aldashimiz kerak uni. Yoki misol jepir shu ham jepir, hop, bam o'sha. Yoki oyoqni usharing. Sraz mana o'tkazsan. Sraz o'tkazing, bam oyog'ini tegib forsang bo'ladi. Har xillari bor. Tepotni zo'r o'xshaydi bu. Men eng yaxshi ko'rganim bu. Musobaqalarda qiladigan. O'zingiz to'kida qolasan. Baringiz o'ziga qiladi, yana turib olasan. Tan turib, hop, o'tkazib olasan oyog'ini. Hop, o'tkazing, bam urding. Ishlaring tepdi. Hop. Hop. Farqi. Tushundinglar-a? Davay.